İlgilenişçe Amerika Tashqi ishlar ministerligining bir programmasida qatnashgan Uyg'ur savdogar Akbar Asad Xitoy kommunist hukumati tarafidan milliy o'chmanlikka qudratqullik qilish bilan ayblanib 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Amerikada yashaydigan Rayhan Asad Amerika hukumatiga xat yozib, Sharqi Turkistondagi donliq to'rlardan biri 100 mingdan ortiq abonenti bor Bag'dodning qurg'uvchisi inisi Akbar Asadning 2016-yili 20 fevral va 15 mart orasida savdo va sayohat maqsadida Amerikaga kelganligini va Amerika davlat ishlari mahkamasi tomonidan uyushtirilgan xalqaro mehmon rahbarlarni tarbiyalash programmasiga qatnashganligini, uning yurtiga qaytib kelib 3 haftadan keyin kommunist hokimiyati tomonidan xohlagancha ayblash bilan qo'lga olinganligini bayon qilingan. Amerika New York vaqt gazetining bu masala to'g'risidagi xabarida Amerika davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Morgan Ortagus xonim Amerika diplomatlarining Akbar va uningga o'xshash Xitoy hokimiyati tomonidan qo'lga olingan kishilarni darhol qo'yib berishga va Sharqi Turkistondagi rahimsiz siyosatlarni oxirlashtirishga chaqiriq qiladiganligini va bu ish hal bo'lguncha davomli eskartadiganligini aytgan. Xitoy Sharqi Turkistondagi yana bir tarixiy masjidni taqab muzeyga aylantirdi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning har qaysi joylarida masjidlarni vayron qilayotganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Sharqi Turkistonda bo'lsa ahvol eng og'ir. Aytilishicha, Xitoy doiralari yana bir tarixiy masjidni muzeyga aylantirib, Xitoy sayohatchilariga ichayotgan. Qashqarga joylashgan tarixiy Oppoqxo'ja masjidi Wuhan virusi yuqumidan ilgari taqalgan bo'lib, hozir sayohatchilarga ziyoratga ochilgan. Uyg'ur faoliyatchilari va ziyonkashlikka uchirg'uvchilar Xitoy doiralarining turli vositalar orqali Uyg'urlarni islom dinidan voz kechishga va Xitoy madaniyatini qabul qilishga majburlayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumati Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq musulmonlarni o'z ichiga olgan 3 milliondan ortiq musulmonni Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamadi. Xitoyning Amerikaga sağan bevosita mablag'i oldingi yildagiga selishtirganda 7,4% tövallab 5 milliard dollarga tushib qoldi. Xitoyning Amerikaga bevosita sağan mablag'i ikki davlat o'rtasidagi savdo jiddiyligining ta'siri sababidan bultur 2009-yildan buyongi eng to'van saviyaga tushib qolgan va 5 milliard dollar deb hisoblangan. New York'taki bir tadqiqot şirketining Amerika-Xitoy mablag' selish yuzlanishi nomli doklatining 2020-yillik sonini e'lon qildi. Dokladga qaraganda, Xitoyning Amerikaga sağan bevosita mablag'i 2019-yili oldingi yildagiga selishtirganda 7,4% tövallab 5 milliard dollarga tushib, 2009-yildan buyongi eng to'van saviyaga tushib qolgan. Yana bir tarafdan, garchi Amerika bilan Xitoy o'rtasida 1-mayda imzolangan birinchi bosqichlik savdo kelishimi bu yil ikki taraflik kapitalning yetkilishiga ijobiy nazar solgan bo'lsa-mu, ammo yangi tipdagi Wuhan virusining tarqalishi qisqa muddatlik ahvolning o'zgarishini keltirib chiqardi. Xitoy Moliya Ministerligi Amerikadan import qilingan 29 mahsulotga qo'shimcha tambojni beji elinmaydiganligini xabar qildi. Ministerlikning bayonotiga qaraganda, Amerikadan import qilingan ikkinchi turkumdagi 79 mahsulot ilgari bu davlat bilan bo'lgan savdo urush jarayonida qo'shilgan qo'shimcha tambojni beji qo'llanilmaydi ekan. Bu qaror bu yil 5-oyning 19-kunidan 2021-yil 5-oyning 18-kunigacha kuchga ega bo'ladi. Munosabatli mahsulotlar tizimligida oz uchraydigan elementlar, aeroplan radari, yerim o'tkazgich zapchaslari, davolash dezinfeksiya dorisi, qimmatli metallar, ximiyalik buyumlar va neft ximiyalik mahsulotlar bor bo'lsa-mu, ammo bu mahsulotlarning umumiy import miqdori va qimmati to'g'risidagi uchurlar ta'minlanmadi. Kreml bayonotchisi Dmitry Peskov Xitoy virusi tekshirishining musbat ekanligini va uning doktorxonada davolanayotganligini e'lon qildi. Peskov Xitoy virusini tekshirish natijasining musbat yoki emasligi to'g'risidagi savoliga shundoq: "Kasal bo'lib qoldim, davolanyapman" deb javob berdi.
u yana davolashning doktorxonada ilib berilganligini aytdi. Egilinishcha, Peskov Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan bir mezgildan buyon bevosita aloqalashmagan. Chunki Putin apreldan boshlab oldini olish uchun Moskvaning sirtidagi Novo-Ogaryevdagi uyida karantin qilingan.